meni aeroportda. Qirg'izistonga keldim. Qirg'iz aholisi O'zbekiston siyosatidan xursand, o'rtadagi iliqlik, eski 100 yillik ildizlar yana qaytadan ko'karayotganligini, gullayotganligini ko'rish mumkin. Abdulloh domla masjidlariga bordik. Hozir juda yaxshi qadam tashlangan zamonda kelganimizni xulosasi, mulohazasini qilib o'tiribman aeroportda. Qirg'izistonga keldim. Qirg'izistonda kirishimizga Qirg'iziston hukumatidan alohida ichki ishlardan UVDdan maxsus xodimlar bizni doim soprovождение deydi, o'zbekchasiga nima? Ya'ni yo'naltirib boshqarib yurishdi. Qayoqqa borsak, yonimizda yurishdi. Juda xursand qirg'iz aholisi O'zbekistondan. Xursand, O'zbekiston siyosatidan xursand, o'rtadagi iliqlik, eski 100 yillik ildizlar yana qaytadan jon berayotgani, qaytadan ko'karayotgani, gullayotganligini ko'rish mumkin. Bir xushxabar aytib ketay. Juma kuni Abdulloh domla, Abdug'ani domla, ko'p xalqimiz ichida Abdulloh domla nomi bilan mashhur ahli ilm masjidlariga bordik. U kishini ziyorat qildik. Hammanglarga alohida salomlari, duolari bor. Haqqimizda ham duo qildilar, haqlarida duo so'radilar. Oldin 2021-yilda kelib ketganmiz. Bilasizlar, shu kelib ketganimizdan keyin o'sha ba'zi Harus e'tiqodida bo'lgan odamlar bor. Abdulloh domlani hurmat qilib yurardik. Abror Muxtor Ali bilan ko'rishdi, endi u ham aynibdi deyish boshlaganlar. Abror domla borib Abdulloh domlani aqidasini o'zgartirib keldi degan darajada odamlar chiqdi oramizda. Domla aytadi, kecha o'tirib, to'g'ri deydi, siz kelgandan keyin aqidam o'zgardi deydi. Faqat deydi, kofega aqida o'zgardi deydi. Qahvaga o'zgardi aqida. Ilgari oddiy o'sha Nescafe'ni ichib yurardim deydilar. Endi zerno ichyapman. Uyda deydilar, ha, turk chiqib olganman deydilar, americano, cappuccino. Mashallah. Domla juda shinavanda odamda. O'tirsangiz zerikmaysiz. Sizni ko'nglingizga, sizni saviyangizga moslab, ya'ni ajoyib suhbat qilib o'tiradi. Mana shu sunnat. Ahli ilmlarda ana shunaqangi payg'ambar alayhissalomdan meros sunnatlar bo'rtib turadi. Masalan, Hazrat rahimahullohni uzoqdan ko'rgan odam haybatli deb bilardi. Yaqinlashgan sari o'ta samimiyliklarini, meni yaxshi ko'rsalar kerak, eng yaxshi ko'rgan shogirdlarim men bo'lsam kerak deydigan darajaga borib qoladi. Vaholanki unaqa emas. Bu ham sunnat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim suhbatlashgan bo'lsa eng yaxshi ko'rganlari men deb o'ylardi. Yana bitta sunnatlari payg'ambar alayhissalom kim kelsa o'shani tili bilan gaplashardilar. O'shani saviyasida. Masalan, joriya hadisi bor, Joriya hadisini hozir ba'zilar Alloh osmonda deyishga dalil qiladi. Yo'q. Joriya soqov bo'lgan, o'shanga unga munosib tilda gapirganlar. Xuddi shunaqa Abdulloh domla ham ajoyib. Biz kim kelsa o'ziga munosib tilda gaplashadilar. Salomlari bor hammalarimizga. Alloh umrlarini uzoq qilsin, xizmatlarini davom qilsin.